Bugün uyimizda iftorlik deydimi, xatimcha deydimi. Yangam sho'rva qaynatib o'tiribdilar. Bu Ra'noxona qaranglar. Ra'noya yoki hammom papa. Ro'molchalariga qaranglar. Qishloq hayoti qizima juda ham yoqdi. Yanga qo'llaringiz dard ko'rmasin. Chiroyli bo'libdi. Qo'shni yangamiz. Yon qo'shni, jon qo'shni deydilar. Hovlimiz mana. O'zi ham onamning hovlisi rosa katta. Oy asal qizim mani. Mana o'rtoqlar, Ra'noxon g'irt qishloq qizi bo'ldi. Ro'mollari qaranglar. Kichkinagina iftorcha etdik. Dasturxonlar Ra'noxon taxlab o'tiribdilar. Asal qizim mening. Ra'no молодец. Hech ham o'rgatmadim, o'zidan bilib tayyorlab o'tiribdi hamma narsani. Молодец qizim. Chu kiradi qattan arachi. Oy, bicharanda ahorita.